Hiç o'ylab ko'rganmisiz? Dunyodagi eng og'ir ish qaysi? Balki konchilik deb o'ylagandirsiz. Ammo konchilik bu kasblar oldida juda oson ishdek ko'rinadi. 4-o'rinda zaharli ilonlardan zahar yig'uvchi. Buning uchun xavfli sudralib yuruvchilarni qo'l bilan mahkam ushlab, zahar yig'iladigan idishni tishlashga majbur qilish kerak. Birgina noto'g'ri harakat yoki nazoratni bir soniyaga yo'qotish jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Keyinchalik yig'ilgan ilon zahridan turli dorilar va zaharga qarshi vositalar tayyorlashda foydalaniladi. Bunday mutaxassis yiliga taxminan $30,000 daromad oladi. 3-o'rinda vertolyot orqali elektr tarmoqlarini ta'mirlovchi mutaxassis. Ularning vazifasi yuqori kuchlanishli liniyalarni ta'mirlash. Eng xavflisi, ular ishlayotgan paytida elektr toki o'chirilmaydi. Chunki bu liniyalar butun boshli shaharlarni elektr bilan ta'minlaydi. Kuchlanish esa ayrim liniyalarda 100 minglab voltga yetishi mumkin. Bitta xato juda og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ammo bunday xavf uchun ular yiliga taxminan $50,000 maosh oladi. 2-o'rinda sanoat qurilish g'avvosi. Bunday mutaxassislar ko'pincha juda tor joylarda loyqa va iflos suv ostiga tushishlariga to'g'ri keladi. Ular odatda suv ostida payvandlash kabi ishlarni bajaradi. Xavfi yuqori bo'lsa-da, bunday g'avvoslar yiliga o'rtacha $70,000 daromad topishi mumkin. Ammo dunyodagi eng og'ir ishlardan biri Hindistondagi ibodat marosimlarida ulkan aravalarni qo'lda to'xtatuvchi ishchi. Ular mexanik tormozlar bo'lmagan, bir necha tonnalik ulkan aravalarning g'ildiraklari ostiga og'ir yog'och to'siqlarni tashlab, ularni to'xtatishga harakat qilishadi. Eng hayratlanarlisi esa bunday xavfli ish uchun bir kunlik haq atiga $3 bo'lishi mumkin.